Aziz yosh kitobxonlar, kitob bizning yaqin do'stimiz. U bizni bilimli, aqlli va quvnoq qiladi. Har bir kitob yangi sarguzasht, yangi sirli olamga eshik ochadi. Bugun men sizlarni shunday qiziqarli sarguzashtlarga boy bo'lgan kitob bilan tanishtirmoqchiman. Bu yozuvchi Otabek Quvvatovning Olimjonning sarguzashtlari yoxud zamon va makon oralig'ida sarguzasht fantastik asaridir. Bu asarni o'qib, tengdoshingiz Olimjon bilan turli sarguzashtlarni boshingizdan kechirasiz. Olimjon yaxshilik kitobini topish maqsadida kutubxonaga yo'l oladi. Kutubxona eshigidan kirar ekan, javonlarda turgan minglab kitoblar unga jilmayib qaragandek bo'ladi. Qo'lyozmalar, dunyo olimlarining noyob kitoblarini varaqlab, sirli kalit tilsimini topadi. Rim imperiyasiga tushib qolib, Rim hayotini ko'radi. Gladiatorlar bilan jang qiladi va g'olib bo'ladi. Rim imperiyasida adolat o'rnatib, inson qadr-qimmati ulug' ekanligini namoyish qiladi. Al-Xorazmiy bobomiz davriga qaytib, ular bilan suhbatda bo'ladi. Ularning maslahat va o'gitlariga quloq soladi. Keling do'stim, Olimjonning sarguzashtlarini birga o'qiymiz.